bir vatandoshing Manchester City'da o'ynayapti va shundan xatoni umid qilish, o'sha xatolarni sanab o'tirish normal holat. Men shundan jahlim chiqadi. Mani hayotdagi o'ta omadsiz odamlarmi deyman. Arteta mustaqil murabbiy sifatida ustoziga yutqazdi deya olamizmi? 2-0 bo'ldi yoki 1-0dan keyingi Arsenalning o'yinida hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Husanovning bugungi sovrini qay darajada ahamiyatli va muhim? Abduqodir sovrinni nechinchi darajada ekanligiga qarab o'tirmaydi. U eng muhimi u Arsenal bilan o'yinda yutib oldi. FIFA kunlarida biz Gvardiolani ketishi e'lon qilinishiga tayyor turishimiz kerakmi? Ya'ni shunaqa voqea sodir bo'lish ehtimoli oshdimi? Abduqodirga suyanib shunday o'ynashganini ham esdan chiqarmaslik kerak. Abduqodir istalgan paytda tezlikka tayyor turgan edi. Bu Eshmat. Uning ikki orzusi bor edi. Birinchisi O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatiga chiqishi. Lekin trekker minish hali ham uning armoni. Bu armonni esa Davrbank amalga oshirishi mumkin. Endilikda Davrbank orqali Onyx, Tracker, Damas va Labo avtomobillarni foizsiz va peniyasiz 60 oygacha bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Hoziroq 1284 raqamiga qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumot oling. Davrbank, vaqt bilan sinalgan ishonch. Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, markaziy sektor kuzatuvchilari. Biz Londondamiz va navbatdagi ko'rsatuvni aynan mana shu shahardan yozyapmiz. Bugun, aniqrog'i siz podkastni ko'rayotgan vaqtingizda kecha Londondagi Wembley stadionida Angliya Liga Kubogining navbatdagi mavsumi finali bo'lib o'tdi va unda Manchester City jamoasi Arsenal ustidan 2-0 hisobida g'alaba qozondi. Harun aka, biz mana shu o'yinni stadiondan kuzatib bordik. O'yindan oldin ham aynan shu Londonda o'yin haqida fikrlarni bildirib o'tgandik. O'sha fikrlardan kelib chiqib birinchi savolimni bermoqchiman. Tarkiblar, ya'ni boshlang'ich tarkiblar chiqqanda sizni nima ajablantirdi? Xususan, aytib o'tgandingiz, Husanov zaxirada qolsa kerak va darvozabonlar, har ikkala jamoada ham zaxira darvozabonlari boshlang'ich tarkibdan joy oldi. Endi asosiy tarkibda Husanov o'ynamasligi mumkin deyilganda, Diyashning jarohati hali chiqmaganda, Diyash jarohat olgandan keyin o'z-o'zidan markazga Husanov qo'yilardi va Gexini ham o'sha registratsiyadan o'ta olmagani hali ikkilanib turilgan vaziyat edi. Ikkita birdaniga markaziy futbolchilarni ketib qolishi, biz hatto Abduqodir Husanov sariq kartochka olganda bir-birimizga savol ham berdik-ku, mabodoga zaxiradan kim tushishi mumkin? Zaxirada futbolchi ham yo'q edi. Shuning uchun Abduqodir bu vaziyatda haligi 4 ta futbolchi agar normal bo'lib turgan paytda menimcha yo zaxirada yoki asosiy tarkibdan tushishi mumkin edi. Lekin bu vaziyat taqozosi bo'ldi. Birinchi e'tibor beriladigan jihat shu, ikkinchisi haqiqatan ham odatda bitta jamoada bo'lar darvozabonni almashishi. Lekin birdaniga ikkalasi ham almashtirgan, go'yo kelishib olishgandik va baribir turnirning mavqei ham rol o'ynadimi deb o'ylayman. Hozir APLda birinchi hamda ikkinchi o'rinda borayotgan jamoalar kamdan kam kubok finalga yetib borishadi. Birinchi ligani, pastki chempionship vakillari ham finalga chiqishadi-yu. Crystal Palace chiqqan misol uchun o'tgan yili. Bu yil o'zi nonsens bo'ldi. Birinchi va ikkinchi jamoalar chiqyapti. Va bu mana shu turnirni maqomini oshirib yubordi, ammo shu bilan birgalikda baribir o'sha ikkinchi darvozabonlarni tushirib, go'yoki murabbiylar kelishib olishgan, men ustoz shogird-ku. Ishora qilishdi deb o'ylayapsizmi? Lekin darvozabon eng charchamaydigan pozitsiya va darvozabon qaytanga ko'p kurash ushlash uchun turishi kerak deb hisoblashadi-yu. Balkim mayli Pep Guardiola chempionatni o'ylamayotganligini bilmaymiz. Artetada front ko'p-da baribir. Arteta Chempionlar Ligasini ham o'ylayapti. Chempionlar Ligasida ham normal Sporting bilan o'ynaydi. Keyin chempionatdagi o'yinlarda hozir mas'uliyat ko'proq Mikel Artetada. City menimcha taqdirga tan berib bo'lgan. Mabodo Arsenal o'tgan yillardagidek qoqiladigan bo'lsa, keyin tezlikni oshiramiz deb kutib turgan bo'lishi mumkin milliy chempionatda. Shuning uchun rostdan ham bu tomonda Traffordni, bu tomonda Kepani paydo bo'lishi men uchun juda kutilmagan hodisa bo'ldi. Endi Abduqodirniki-ku vaziyat taqozosi.
agar o'sha Diashning jarohati bo'lmaganda ham Abduqodirni asosiy tarkibda ko'rish yoki ko'rmasligimiz 50-50 variantida, ya'ni juda bir haqiqatdan yiroq variant emasdi. Do'stlar, bu podkastda faqat mana shu final haqida gaplashamiz. Birozdan keyin aynan mana shu Markaziy sektor YouTube kanalida bizning kecha bo'lib o'tgan top 5 o'yinlar haqida ham podkastimiz chiqadi. Toshkentdagi jurnalistlar gaplashishadi bu haqida, xususan Real Atletico Barselona o'yini haqida va APLning qolgan o'yinlari haqida. Ikkinchi savolga o'tishdan oldin eslatib o'taman, Markaziy sektor bosh homiysi Davr Bank hisoblanadi. Siz Davr Mobile 2.0 ilovasi orqali 3,5 million so'mgacha pul mablag'larini foizsiz o'tkazishingiz mumkin hamda bank hamkorlari taqdim etayotgan avtomobillarni 60 oygacha foizsiz va hech qanday peniyalarsiz amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Xayrat aka, birinchi taym ko'rdik, Arsenal yomon o'ynamadi, to'g'ri, lekin City o'zidan kutilgandan kuchliroq o'ynadi, lekin Arsenal ham bunga yaxshi turib bera oldi. Ikkinchi taym birdaniga butkul boshqacha boshlandi. Bunga nima sabab bo'ldi, yoki tanaffusda Pep shogirdlariga qandaydir ko'rsatmalar berdimi yoki o'yinni birdan o'zgartirib yuboradigan biron bir taktika o'zgarish qildimi? Nima sabab bo'ldi ikkinchi taymda Cityning mutlaq ustunlikka ega bo'lib olishiga? Birinchi bo'lim ehtiyotkorlik rejimida o'tishi taxmin qilingan edi, chunki ming turnirni darajasi, misol uchun ikkinchi darajali deyilsa ham, misol uchun Angliya kubogidan ko'ra pastda, endi APL gapirmasa ham bo'ladi. Lekin boya aytilganidek, Guardiola uchun bu ko'p ehtimol yagona titul bo'lishi mumkin. Shuning uchun juda bu turnirga ko'p narsani tikib qo'ygan edi. Arsenal uchun esa keyingi o'yinlar oldidan qanaqadir impuls beruvchi o'yin edi. Ikkalasida ham maqsad bor edi. Shu ikkita maqsad bir-biriga to'qnash kelganligi uchun normal birinchi bo'lim ehtiyotkor o'tganini men tabiiy qabul qildim bu narsani. Qahramon Aslanov yozdi yaxshi bir fikrni o'zini ijtimoiy tarmog'ida. Keyin men boshqa joylarda ham o'qidim. O'shalarni qo'shib gapiradigan bo'lsak, saldan keyin Atletico bilan Real o'ynadi. Atletico bilan Real o'yini yorqin bo'ldi. Misol uchun ikkinchi hamda uchinchi jamoalar o'rtasidagi o'yinda bu. Chempionlik uchun kurashadigan jamoalar o'rtasidagi o'yin. Lekin yorqin. Nega deyilsa, bu yerda ularda ham bo'ladi ba'zan shunaqa o'yinlar, yopiq o'yinlar boshqa, lekin Atletico qiladi buni. Yoki Real majbur bo'lishi mumkin qanaqadir hisob ushlash uchun, lekin ko'pincha Madrid derbisi yorqin o'tadi, vaziyatlar bo'ladi. Hech qanaqa bir jamoa Simeonening jamoasi degan tasavvur ham uyg'otmaydi. Bularda esa ehtiyotkorlik bugungi kundagi Angliya futbolining o'ziga yarasha haligi quroliga aylanib borayotgan standart vaziyatlarga qurilib qoldi. Juda eng qizil standart vaziyatlar deyarli xavfli bo'lmadi. Ammo hamma shunga boraverdi. O'sha biz narigi tomonimizda Arsenal muxlislari o'tiribdi-yu. Men ataylab eshitib o'tirdim. Zo'r muxlislik qilishdi, menga yoqdi. City'nikiga qaraganda haligi jonliroq ekan, shovqinli. Londondagi bilindi. Klubiga qaraganda yaxshiroq muxlislik qilishdi. Klubiga qaraganda yaxshiroq o'ynashdi deb o'ylayman. Shular aynan burchak zarbalarida, standart vaziyatlarda, outlarda ham juda qattiq baqirishdi. Buni men Eddie Howe jamoasida ko'rgan edim. Newcastle pressing jinnisi-ku. Juda ko'p pressing qilaverganidan Newcastle yillar davomida muxlislari nimaga o'zi orientirni qaratishni bilishmay qolganda. Newcastle g'alati jamoaga aylanib qolgan, ligadan ham tushib ketgan edi. Alan Shearerlardan keyin aytyapman. Va Eddie Howe keldi va Eddie Howening uslubi pressing. Va 2 yilning ichida men o'sha St. James Parkdagi muxlislarga qarardim. Haligi to'pni olib qo'yadi, outga chiqarib yuboradi. O'shanda qarsa chaladi butun ustidan. Ya'ni uslubga muxlislarning moslashib qolishi bor narsa. Misol o'sha 4-5 yillar oldin, deylik 10 yillar oldin mana shu Atleticoning muxlislari Metropolitanoda o'tirganlar jamoa himoyada o'ynasa mazza qilishadi. Simeone shuni qilib tashlagan. Ya'ni yillar davomida bir murabbiy bilan bir uslubga moslashib boradigan bo'lsa, menimcha muxlislar ham shunga moslashib boradi va shu narsa Arsenal muxlislarida ko'rindi. Vaziyatlardan ko'ra, normal vaziyatlardan ko'ra burchak zarbalardan to'p o'yin kiritilayotganda hayqiriqlar, butun bu tomonda City qo'rqadi boshqa. Eng qizig'i hech narsa burchak zarbasidan bo'lmadi.
burchak zarbasidan keyingi epizodlar bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin xavfli tuyulmadi. Na City'niki, na Arsenalniki. Chunki nafaqat Arsenal, balki APLdagi barcha jamoalar burchak zarbalaridan zo'r o'ynayapti. Trendga aylanib ketdi. Juda qattiq yuqdi bular boshqalarga va hozirda Angliya Premyer Ligasidagi har bir jamoada juda kuchli burchak zarbalari bilan ishlovchi mutaxassis paydo bo'lgan. Joveri tanishadi, uni taniydi, buni taniydi, yangi murabbiylarni almashtirishyapti. Bu nimadan deb o'ylayman? Angliya Premyer Ligasida gavdali futbolchilar, baquvvat futbolchilar, robot futbolchilar jismoniy tomondan baquvvat ko'payib ketdi. Shu Doku naryoqda Cityda ham oldin unaqa emas edi. Citydagi vingerlar talantli futbolchilar edi, nozikroq Sterling, Fodenlar. Hozir hamma jamoada shu Doku Simon yoki Semenyo Simon shunaqa futbolchilar ko'p. Sherkiya, Zeni oladigan bo'lsak, endi Sherki bari talantli futbolchi boshqa. Mana shu Sherki ham, Bernardo Silva ham, bu tomonda Saka ham, ya'ni kim shu Rais ham deylik, to'p bilan yaxshi o'ynaydigan futbolchilar ham o'sha Qahramon Aslanov fikri burchak zarbalarini qurboni bo'layotgandek, ya'ni shunga bog'lanib qolgandek bo'lyapti. Yani o'zini o'yinini qurmoqchi. Shuncha birinchi bo'lim bu tabiiy, ikkalasi bir-biridan cho'chib o'ynaganligi uchun shunaqa o'tdi deb o'ylayman. Ikkinchi bo'limda yo unisi yo bunisi ochilardi. Nazdimda kimga kubok ko'proq kerak bo'lsa, o'sha jamoa g'alaba qozondi. O'sha jamoa ochildi. Ya'ni vabank edi bu ham. Masalan, qarshi hujum ham bo'lishi mumkin edi boshqa. Abduqodir Husanov asos tarkibda tushgani shu tomondan Gvardiolaning foydasi bo'ldi. Ha, to'g'ri, Ake ham zo'r o'yin o'tkazdi. Menimcha himoyadagi eng zo'r futbolchi bo'ldi, tan olishimiz kerak. Lekin Abduqodir Husanov o'sha Pep Gvardiolaning ta'biri bilan aytganda, hujumni umuman o'ylamaydigan bir futbolchi kerak edi-ku ko'p. Shu hujumni umuman o'ylamasligi har doim ong ostida. Misol uchun Nuneshda hujumni o'ylayverib, himoyani esdan chiqarib qo'yadi. Baribir odam ikkiga bo'lina olmaydi. Bitta narsaga berilib turgan paytda ikkinchisiga qanaqa chopish mumkin? Abduqodir har doim himoyani o'ylab turadi. Har doim tezlik olishni o'ynaydi. Ya'ni biz ham shunga tayyor ovurdik-ku. Burundan tezlik oladi. Shuning uchun ham birorta bir normal qarshi hujum uyushtira olmadi Arsenal. Va bankini Abduqodirni o'yin uslubi bilan ihotalab turdi deb o'ylayman. Ya'ni sug'urtalab turdi. Tushunarli. O'zi muxlislik borasida Arsenal muxlislari ko'proq shovqin qilishi yoki performans yaxshiroq chiqishi deyarli aniq edi. Angliyada masalan APL doirasida eng qimmat biletlar Arsenalniki, Emirates'ga. U baqiradi, buncha qimmatga olib, oddiy o'yin bo'lsa ham qimmat turadi. Bugun ham bugungi o'yinga ham mana ko'rdik. Sizlar ham endi boshqa joyda o'tirdik, bitta sektor bo'lsa ham ko'rgan bo'lsanglar, misol uchun gol bo'lganda ancha odam o'tirdi. Ya'ni Arsenal muxlisi ekanligi bilindi. Xuddi bizga o'xshab sayyoh sifatida kelishgan va Arsenal uchun ajratilgan joyda bilet qolmagan yoki bo'lsa ham juda qimmat. Cityda nisbatan bo'shroq. Shuning uchun baribir Arsenal muxlislari Londonda bo'lib ham o'zlarining uyida, hatto Emirates bilan Londonda ham o'zi eng ko'p Arsenal muxlisi. Manchesterda o'z Manchester City'niki emasda. Bu City mana shu paytda United kelganda boshqaroq kelardi. United kelganda umuman boshqacha bo'lardi. Bunisi aniq. Guardiola bir jurnalist bilan tortishib qoldi-ku, o'sha o'tgan hafta. Misol uchun, agar men yutsam, mana daho deysizlar. Agar yutqizsam, hamma kamchiliklarimni ko'rasizlar. Misol uchun, men bugun O'Reillyning ikkita golida shuni ko'rdim. Ya'ni to'g'ri, Manchester City yutdi, zo'r o'ynadi deyilyapti. Lekin menda shunaqa savol bor. Aynan o'sha jarayonni esladim muloqotda jurnalist bilan. Oldindagilar to'g'ri Doku dribling qildi, to'pni o'zi bilan olib yurdi, Holland kurashdi, boshqa qildi, lekin ikkita golni ham O'Reilly markazdan qanot himoyachisi 9lik nuqtada paydo bo'lib urib ketyapti. Bu Guardiolada qanaqadir masalan yoki Hollanddagi muammolardan emasmi? Yo'q, o'zi ikkinchi bo'limda juda ko'p futbolchilar pozitsiyasini o'zgartirdi hamki juda yuqoriga ko'tarilib o'ynadi. O'Reilly bo'lmasa ham boshqasi urib ketishi mumkin edi. Ya'ni bu yerda O'Reillyni zo'r o'ynagani, men tushunib turibman savolni. O'Reillyni zo'r o'ynagani hisobiga emas, balki Guardiolani riskini hisobiga bo'ldi deb o'ylayman. O'zi Sherki qildi o'zi. O'yin tomonidan zo'r kirib keldi, keyin unga qo'shimcha Kepa yordam berdi. Kepa birinchi xatosini to'g'riladi, sariq kartochka bilan qizil deb o'yladik boshqalari. O'zi g'alati turishni boshladi. Anchadan beri turmay qo'ygan, Trafford ham anchadan beri turmaydi-yu. Donnarumma, Raya bu
ikkinchi darvozabonlarni o'tirg'izib qo'yadigan posbonlar. Hmm. Ikkalasi ham yaxshi mavsum o'tkazyapti baribir. Raya yaxshiroq bo'lsa kerak hozir. Lekin Trafford joyida ekan. Traffordga o'yin boshidagi ketma-ket 3 ta seyf ruhiy yordam berib yubordi. Yordam berdi. Juda yaqin masofalardan tepildi. Kuchsizroq Nazdimda unaqa bir Kurtuaga o'xshagan seyf qilmadi. O'ziga tepishdi va gavdasi bilan o'zini tashlab turib to'g'ri qildi va to'plarni qaytardi. To'g'ri, o'sha ham impuls bergan bo'lishi mumkin keyingi vaziyatlarga. Lekin Kepa qo'pol xato yo'l qo'ydi. Ya'ni birinchisida o'sha qizil kartochka bo'lishi mumkin edi. Hatto qizil ham bormi deb o'ylab qoldik-ku, faqat darvoza sari emas edi. Ikkinchisi qo'ldan chiqarib yubordi. Lekin mana shu joyda hech kim misol uchun tasodifan bir marta borib jamoa gol urib kelyapti demadi-da. Shunga borayotgan edi. Agar shunga borayotgan bo'lsa, mantiqan 2-3 ta vaziyatlar bo'lgan. Bittasidan qanaqa gol urishdan qat'iy nazar bittasidan foydalansa, odatda qalb taskin topadi, o'tiradi-da. To'g'ri o'zi deydi. Hammada shu narsa bo'ldi-da. Manchester City o'zim ham dumaloq video qilganimda shu gapni aytibman-da. Urush kerak edi City, urush kerak edi deb. So'ng Arsenalning ashaddiy muxlislari ham o'sha dumaloq videoni ko'rganda ham baribir jamoasiga bo'lishadi-yu. O'sha o'yinni ko'rayotgan bo'lsa, o'sha o'yin bilan yashayotgan bo'lsa, qo'shiladi-da. Haqiqatan ham shunga bordim. Chunki Manchester City yana hujum qilib turib, ikkinchisini ham urdi. Ikkinchisini endi u yerda himoyachilar ham xato qilishdi, boshqa qilishdi. Arsenal nazdimda birinchi bo'limni o'tkazdi. Birinchi bo'limni o'tkazgandan keyin ikkinchi bo'limda City yomon o'ynaydi deb o'yladi Arteta. Sababi bu yilgi eng katta muammosi Pepni ikkinchi bo'lim. Ikkinchi bo'lim juda ko'p o'yinlarda gol o'tkazib yuborgan, g'alabani qo'ldan boy bergan. Yaqinda West Ham bilan ham durang qildi. Lekin Guardiola favqulodda bitta o'yin bo'lganligi uchun yoki vabank orqaga yo'l yo'qligidanmi ikkinchi bo'limni o'zgartira oldi. Arsenal esa baribir qarshi hujum chiqadi deb o'yladi. Endi bilmadim, menga shunaqadek tuyuldi. O'sha boya savol berilganda Davronning fikri aytilgan edi. Cityga ko'proq kerak deyilgandi. Men hattoki Arsenalga ham kerak-ku demoqchi. Nargi kurashayotgan frontlarda hech narsa aniq emas hali. Aniq emasligidan tashqari Arsenal bir frontni boy berib ikkinchi frontni yutib oladigan xarakterga ega emas, tajribaga ega emas. Buning uchun uzoq yillar u Arsen Vengerning so'zini esdan chiqib qo'yadi. Juda tepada bo'lgan. Bu juda qiyin narsa ham keyin, chunki ertaga javobi bo'lishi mumkin. Klublar boshida kelganda Yevropa ligasidan chiqib ketgan, boshqa qilgan. Ammo uni tushunsa bo'ladi, Yevropa ligasi va boshda chiqib ketdi. Finalgacha borgandan keyin finalda yutqizmaydi-ku ataylab. Shunaqa. Finalda endi bo'ldi, oxirigacha tashlashadi. Yutsa bitta o'yin o'sha. Yomon, yutib qo'ya qoladi undan ko'ra. Va Arsenalga ham Manchester Cityga qaraganda kerak edi. Ko'proq ham kerak edi deb o'yladim. Sababi keyingi o'yinlarga impuls beradi. Endi 6 ochkolik farq hozircha Arsenalni qoniqtirayotgandir, balkim men ham qo'shilaman, lekin Arsenal o'zaro o'yinda ham yutqizib qo'ygan taqdirda ham oxirigacha kamroq ochko yo'qotadiganligida. Arsenal ko'p ochko qo'lga kiritib chempion bo'lmaydi bu yil. Kamroq yo'qotib, Citydan kamroq ochko yo'qotib chempion bo'lishi mumkin. Ko'proq mana shunaqaroq chempionat bo'lyapti hozir. Manchester City yarador o'sha markaz sektori 2 oymi 3 oy oldinmi sonlarida gapirilgan edi shu. Hamma Arsenalni gapirganda Arsenal furor ko'tarib, misol uchun Barselona chempion bo'ladi. Barselona bermaydi oxirigacha degan bir fikr aytiladi-yu. Davroyda yoki Bavariya yoki PSG Arsenalga u ta'rifiyat berib bo'lmaydi. Arsenalga faqatgina Manchester Citydan kamroq ochko yo'qotsa kerak degan fikrni bera olamiz. Shuning uchun ham aytildi, United yana bir 5 tur qo'shib bersa chempionlik uchun kurashishi mumkin edi. Chunki u biladi, juda uzoq bo'lib ketmagan va yangi murabbiy keldi. Yangi murabbiy bilan bir o'zgaradi. Start yaxshi boshlandi yangi murabbiy bilan. Shuning uchun balkim kubok mabodo men bu o'yin nimaga o'xshatdim deyman? Paxtakor bilan Neftchiga o'xshatdim. Neftchi chempion bo'lgan mavsumdagi. Yo'q, kecha finaldagi. Chunki u yerda Paxtakor o'ynadi, Neftchi jang qildi. Jang qilganligi uchun ham to'g'ri penalti masalasi rosa muhokama bo'lyapti. Paxtakor oxirigacha boraman deb turib harakat qilyapti, lekin umumiy
neytral odamlar, keyin adekvatroq qaror oladigan odamlar o'sha oqshom Neftchi Chempionlikka haqli o'ynadi. haqlidan tashqari gol Kurashdi. o'tkazib yuborsa ham baribir uradigandek tasavvur qilyapti-da. Va goli kuriyoz kirgan bo'lsa ham o'zi buncha hujumlardan bittasi gol bo'lishi kerak edi degan narsa bor. Paxtakor ko'nmasligi mumkin. Yo'q, nimaga biza goldan keyin o'zgarib ketishimiz mumkin. Men 60 daqiqalik o'yin, xarakter, keyingi daqiqalarni ham belgilab beradigan o'yinlar bor-da. Juda o'xshash bo'ldi. Shuning uchun ham endi bu 2-0 hisobida yutdi. Orayli ikkita joyda toza gol urdi. Hatto zo'r vaziyatlarga ham ega bo'ldi va mana eng nima uchun unaqa deyapman? Jang qilmadi deb. 2-0 bo'ldi yoki 1-0 dan keyingi Arsenalning o'yinida hech qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Hech qanaqa. Mana men ishonchim komil, misol uchun Chempionlar Ligasida unaqa o'ynamaydi Arsenal. Chempionatda unaqa o'ynamaydi. So'nggi daqiqalarda nechta o'yinni yutib oldi Arsenal. Misol uchun Bayer Leverkusen bilan yomon o'ynadi birinchi o'yinni. Ikkinchi o'yinni juda zo'r o'tkazdi. Darvozabon olmaganda 3-4 ta gol urib tashlash kerak. Arsenalda potensial bor. Lekin Arsenal baribir juda raqibga yutqizib qo'yamiz, sovrinni beramiz deb o'ynashiga ishonmayman. Lekin o'zini darajasidan baland sakrashga intilmaydi. Mana shunaqa to'g'ri bo'ladi. City o'zidan balandroq sakradi buni. Ha, bugun ha. Men birinchi marta Cityni men shu yil yorqin bir 30 daqiqaligini ko'rdim. Haqiqat o'sha hamma aytadigan Guardiola sistemaga aylantirib oladigan Cityga aylandi. Juda tez pressing bilan to'pni olib qo'yishdi, hamma to'g'ri o'ynashdi. Mini Barselona bo'lib berdi. Hozirgi Flickning Barselonasi bor-ku. Shu tomondan haqli-da, endi buncha hujumlardan keyin bittasi kirib ketadi. U kepa xato qiladimi, xato qilmaydimi? Agar Arteta o'zgartirish qilib tashlaganda, hujumlar qilib turib, birdan kreativ yondashib yoki jang qilishni boshlaganda, hani bo'ladi-yu, oxirgi imkoniyatim deb turib o'ynamaydigandek yoki bunaqa paytda jamoa xohlasa ham qila olmaydi. Chunki hamma e'tibori boshqa narsalarga bo'linganda, unga bo'lingan, buni qurbon qilish hisobiga emas. E'tibor boshqa. Inson endi iloji, inson energiyani taqsimlab olganda-ya, qanaqadir. O'zi ichki tuyg'ulari bilan taqsimlaydi deb o'yladim. Shuning uchun men Arsenalni o'sha 2-0 yutqizayotgan paytda Husanov sovrinlar muborak deb men yozdim, yana bir ikkita Telegram kanallarda ham ko'rdim. Hamma tabriklashga tushdi. Mana shu tabriklashga tush hali 20 daqiqa bor edi. 20 daqiqa ishonib gapirilsa, demak o'yin o'sha 70 daqiqada shunaqa taassurot berib bo'lgan. O'sha payt yozdingiz-ku, ya'ni Pep shogirdiga 41-usulni o'rgatmagan ekan deb. Shu gapingizdan kelib chiqib savolim bor edi. Arteta mustaqil murabbiy sifatida ustoziga yutqazdi deya olamizmi? Endi yutqazdi, tabiiy, chunki bari 2-0 bo'ldi va ikkinchi bo'limni o'zgartirgan murabbiy Guardiola bo'ldi. Zaxiradan tushirgan futbolchilar bilan emas, o'zi umuman struktura o'zgarib ketdi. Yutqazdi-yu, lekin baribir ular 0 dan boshlangan nuqtada uchrashishmadi. Arsenal Chempionlar Ligasida va chempionatda g'oliblik uchun favoritlardan, Chempionlar Ligasidalardan bu yerda favorit. Eng asosiy favorit. Mana shu o'yin deylik, hozir hali hech narsa aniq bo'lmaganda, bir ochkolik farq bo'lib qoldi bir o'rda. O'shanda bo'lganda menimcha Arteta o'ligini tashardi. Va o'shanda Artetani haqiqiy kuchiga baho bersak bo'lardi. Hozir boshqa nuqtada uchrashib turishibdi-da. Bittasi qorni ochroq, bittasi to'q paytida nisbatan. Hali to'yib yemadi. Juda ko'p narsa olgan. Masalalar olgan. Va borib yeyishini biladi taxminan. Yo'lda yeb ketishi mumkin. Lekin anavi och turibdi. Och odamni tashlanishi boshqacharoq bo'ladi. Bugun mana shu Manchester Cityda ochlik ko'rdim va bekorga aytishmadik. Guardiola biz endi uzoqroqda o'tirganligimiz shuncha payqamanmiz, yig'labdi. O'sha savol bermoqchi edim. Ya'ni Guardiola bugun e'tiborimni tortdi. Boshqacha emotsiya bilan nishonladi. Endi biz Guardiolani o'yin paytidagi reaksiyalariga, emotsiyalariga o'rganib qolganmiz, lekin ko'p bora chempionlikni qo'lga kiritgan, sovrinlarni nishonlagan, u paytda o'zini ancha xotirjam va bosiq tutardi. Bugun o'sha kubokni nishonlashda ham yig'ladi, keyin shogirdlarini birma-bir tabriklab chiqishdi. Xususan Husanov ham
juda bir iliq tabrikladi. Bu bizni ham xursand qildi. Titulsiz qolib ketaman deb qo'rqqan. Ha, o'shan men keyin yana bitta insayt o'qidim. Hammasi birlashdida. Pep bilan rahbariyati, ya'ni City rahbariyatining o'rtasida shunaqa kelishuv bor ekanki, har qanaqa qaror u xoh klub tomonidan bo'lsin, xoh murabbiy tomonidan bo'lsin, 2 oy oldin bir-biriga aniq qilish kerak ekan. FIFA kunlarida, ya'ni mana shu insaytdan kelib chiqib va bugun Pepning emotsiyasi, o'zini tutishi, shogirdlarni tabriklashi hammasini yig'ilgan holda FIFA kunlarida biz Gvardiolani ketishi e'lon qilinishiga tayyor turishimiz kerakmi? Ya'ni shunaqa voqea sodir bo'lish ehtimoli oshdimi? O'zi shunga qarab ketayotgandek, tutumidan kelib chiqadigan bo'lsa, ikki tomonlama yig'iladi deb o'ylayman. O'sha titulsizlik bu Gvardiolaga qattiq zarba beradi. U ketib ishsiz qolib ketmaydi, istalgan joyga chaqiradi. Unda emas, umuman uni ambitsiyalariga to'g'ri kelmaydi. Keyin baribir finalda u Arsenalni yutdi. Birinchi o'rinda ketayotgan Arsenalni o'zini ta'bir bilan aytganda Yevropaning eng kuchli jamoasini mag'lub etdi. O'yin tomonlama yutdi. Va bu ancha salmoqli natijada. Shu ham xursand qiladi. Va bunaqa yutuqda baribir futbolchilar murabbiy uchun o'ynagan bo'lishadi. Va murabbiy uchun o'ynagandek bo'lishdi. Abduqodir Husanov o'zini sovrini uchun o'ynagandek. Birinchi bo'lganligi uchun. Geki yana boshqalarga ham birinchi. Lekin Gvardiola mana shu tomondan ko'proq ko'z yoshlangan, quvonch yoshlari bo'lsa, ikkinchisi u o'zini jamoasini hozirgi kuchini biladi. O'zi ham ko'p gapiryapti. Yaqinda Realga yutqizdi, 2 martalab yutqizdi. Shu Realga dedik-ku. Bu Real o'zi kuchli ekan, Atletico bilan o'yinni ham ko'rdik. Shu tomondan o'zini jamoasini kuchini bilgan Pep Gvardiola titulni tushunyapti qadrini. Men o'ylashimcha 4 yil oldin, 5 yil oldin ko'tarmasdi. Men o'sha payt kimgadir aytdim-ku, Real Mourinho paytida Super Kubokni qo'lga kiritganda, bitta Super Kubokni avtobusda aylantirgan-u. O'shani ba'zan heyt qilishadi, Real boshqa. Lekin o'sha Realni o'rniga tushib ko'rish kerak edi. O'sha Barselona bilan kurash olib borgan paytda naqadar og'irligini bilib tanidan o'tkazgan va qanaqa natijani qayd etishdan qat'iy va keyin Barselona yutib olgan. Barselonani yutib olgan. Rayo Vallecano'ni, Real Sociedadlarni emasdi. Yutib olganligi uchun ham qadri baland bo'lib ketgan. Va boshqa titul ololmayotgan paytda o'shani ko'zga surtadi odam. Boshqa titul ololmayotgan paytda boshqa titullarni olish mumkin yoki olib bo'lgan jamoasidan g'alaba qozonish osonmi? Mana sovg'ani katta kichik bo'lmaydi deydi. Juda ko'p narsani isbotlagan bo'ladi-da. Diqqat, mana shu yerda bitta e'lonimiz bor do'stlar. Bizda mana endi chorak final uchrashuvlari boshlanadi va sizda shu chorak final uchrashuvlarini Yevropadan kuzatish imkoni bor. Kimda Schengen vizalari bo'lsa, ya'ni Yevropa ittifoqiga kirish vizalari bo'ladigan bo'lsa, sizga yaxshi taklifimiz bor. Bilasiz, markaziy sektorning o'sha turlari ham bor va 6-10 aprel kunlari, bu 5 kun degani, 5 kun davomida Madrid, Barselona, Milan shaharlariga biz kichik mana shu mini tur tashkillashtiramiz va mana shu Yevro tur doirasida siz Real Madrid, Bavariya, afishani qarang. Real Madrid, Bavariya bu 7-aprel va 8-aprel Barselona, Atletico Madrid o'yinlari. Bu Chempionlar Ligasidagi birinchi uchrashuv, chunki La Ligada ham bor edi. Unutmang, bu Chempionlar Ligasidagi o'yin. Mana shu ikkita hafta o'rtasidagi uchrashuvlarni stadiondan kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu birinchi taklif, bu birinchi tur, bu Schengen vizasi bor, tayyor, mana uchib ketishga imkoni borlar uchun murojaat qilasiz. Biz raqamlarni qoldiramiz. Bundan tashqari javob o'yinlari uchun ham tur tashkil qilganmiz. 13-17 aprel kunlari Yevropaga 5 kunlik sayohat. Bu demak Toshkent, Madrid, Myunxen, Toshkent yo'nalishi bo'ylab bo'ladi va Atletico Barselonaning javob uchrashuvi bu Metropolitanoda bo'lib o'tadigan va Allianz Arenadagi Bavariya Real javob uchrashuvi bu 14-15 aprel sanalariga belgilangan o'yinlar va siz to'g'ri Myunxendan Toshkentga qaytasiz, to'g'ri reys bilan. Va yana bir bois aytib o'taman, o'sha Schengen vizangiz bormi, futbol ko'rmoqchimisiz Yevropada? Mana bu eng zo'r imkoniyat deb o'ylayman, chunki qisqa turlar odatda juda mobil bo'ladi, juda qulay bo'ladi, vaqt ajratishga ham qulay, boshqa tomonlama ham. Murojaat qiling, do'stlarimizga aloqaga chiqing, sizga yana to'liq ma'lumotlarni berishadi. Va mana endi
Angliya vizasi borlar uchun va bu endi biz nasib qilsa birgalikda siz bilan borib mana shu o'yinlarni ko'ramiz. Bu degani Toshkent, Manchester, Edinburg, London, Toshkent yo'nalishi bo'yicha biz 7 kunlik tur e'lon qilamiz. 13 va 20 aprel kunlari, demak, Buyuk Britaniya vizasi, Angliya vizasi bor do'stlarimiz aloqaga chiqishi mumkin. Bu tur davomida biz Manchester United Leeds o'yinini Old Trafforddan kuzatamiz. Liverpool Enfieldga tushiladi. PSJga javob uchrashuvi, ya'ni Paris Saint-Germainga qarshi Chempionlar Ligasi javob uchrashuvi do'stlar. Yarim final masalasi. Chelsea United uchrashuvi bor, javob o'yini. Kechirasiz, bu chempionatdagi o'yin. Va Manchester City Arsenal bahsi bor. Bu chempionatda balki bu o'sha hal qiluvchi o'yinga aylanib qolar. Hozir afishani o'zi dahshat. Bu chempionatdagi APL doirasidagi o'yin, eslatib o'taman. 13-20 aprel sanalariga. Qarang, kalendaringizga vaqtingiz, imkoningiz bo'lsa, aloqaga chiqing va muhimi o'sha Angliya vizalari va biz siz bilan markaziy sektorda, bu degani Xayrilla aka, Xayrilla Hamidov, men va markaziy sektor jamoasi nasib qilsa biz birgalikda mana shu o'yinlarni kuzatib boramiz. Mana shunaqa e'lon bor edi. Oxirgi savol Xayrilla aka, misol uchun biz aynan shu o'yinga kelishimiz sababi Abduqodir Husanovning birinchi sovrinini stadiondan kuzatamiz degan bir yaxshi niyatga keldik. Ya'ni muxlis sifatida City Arsenal mavzusini chetroqqa suradigan bo'lsak, Husanovning o'ziga bog'lab biz mana shu Husanovning birinchi sovrinini ko'raylik deb keldik va bu ro'y berdi. O'tgan yili mana shu bizni yosh bo'lib ham himoyachimizning APLga o'tishi juda katta bir voqea sifatida ko'rildi va buni ko'p muhokama qildik. Birinchi sovrin, mana ko'pchilik yevropaliklar ertaga balki inglizlarni o'zlari ham yozishi mumkin, boshqalar ham yozishi mumkin. Bu nisbatan nufuzi past musobaqa, bu unaqa jiddiy qabul qilinmaydi deyilishi mumkin, lekin biz uchun, o'zbekistonliklar uchun va mana shu uzoq yil davomida hatto Yevropada biror bir futbolchimiz o'ynashi orzu bo'lgan mamlakat uchun Husanovning bugungi sovrini qay darajada ahamiyatli va muhim? Endi Husanov bu o'yinda 90 daqiqa o'ynadi va bexato o'ynadi. Sariq olganini ko'pchilik aytdi-yu, lekin sariq olgandan keyin men Abduqodirda o'zgarish ko'rmadim. Bir-ikki marta qattiq ham tashlab oldi. Voy sekiro deyildi. Juda hali hissiyotlari jilovlangandek tuyuladi menga. Qaysi ma'nodaki sariq olgan o'yinchida o'zgarish bo'ladi o'zi ko'pincha. Va atayin unga atayin o'ynash boshlanadi. Agressiya bo'ladi. Yonidan fint qilish boshlanadi, tepsin deb. Abduqodir sarig'i bormi yoki yo'qmi, o'sha futbolini o'sha tempda o'ynayveradi. Shunaqa o'ynadimi? Shunga qoyil qoldim. Va masalan Donnarumma nishonlab yuribdi-da hozir. Donnarumma Chempionlar Ligasini olgan yigit. Unga bu narsa Yevropa chempioni bo'lgan. Yevropa chempioni bo'lgan 2020. Donnarummani hayratlantirib bo'lmaydi, lekin menga erish tuyuldi. Masalan, Trafford oldida buni. O'sha seyvi bo'lmaganda butunlay boshqa tomonga qarab ketishi mumkin. Masalan, Arsenal o'ylashimcha o'shanda gol urib olganda Bruno yopishi ham mumkin. Bo'lishi mumkin-da. Shunaqa jamoa. Yoki bir bo'lardi nari borsa, juda qiynalib urardi Manchester City. Lekin 0-0 boshqa ssenariylar ham beradi-da. O'sha tomondan Donnarumma nishonlab yurganini ko'rganda odam ichidan o'tadi-da, storieslarda chiqdi-da Manchester City. Sen olmading-ku degan narsa bo'ldi. Xuddi shunaqa tuyg'u o'tadi kimdadir. Shunaqa ham deyolmaydi hozir Abduqodirga nisbatan. Abduqodir o'ynab oldi. O'zi o'ynab, o'zi hech qanaqa almashtiriladigan holatga ham tushmadi. Sharaf bilan o'tkazdi va eng asosiysi o'sha ikkinchi bo'limda bekorga aytmadim. 20 daqiqa, 30 daqiqalik oltin daqiqalarda Abduqodirga suyanib shunday o'ynashganini ham esdan chiqarmaslik kerak. Abduqodir istalgan paytda tezlikka tayyor turgan edi. Juda oldinda turgan bo'lsa ham baribir Arsenal rosa harakat qildi qarshi hujumga chiqib ketishga. Bittada chiqib ketishga, lekin qiyin bo'ldi-da. Va futbolchilar juda yoddan bilishadi uni. Yana Yokeresh ham to'qnash keldi, yana boshqa futbolchini ham yelkasi bilan ham turtib yubordi, undan oldinga o'tib ketdi. Hattoki darvozabon oldidan kelib turib olgan joyi bor, o'shani sirasi aylanyapti. Dahshat tezlik bilan kelib turib, o'rtada bo'lmasa juda xavfli ham vaziyat emas edi, hali ancha yarim 50 metr borish kerak edi. Lekin shuni qilyapti-da, o'zining nuqtasiga qaytib, Araujodan farq. Araujo oxirigacha qaytmaganligi uchun gol o'tkazib yubordi Newcastle. O'sha e'tibordan Abduqodir uchun birinchi bu Yevropadagi titul bo'lgani bilan ardoqli nima bo'lishidan qat'iy nazar
Misol uchun Eldor konferensiyalar ligasini o'ynagan. Ha, Yevro Roma Kubok. konferensiyalar ligasini qanaqa nishonlagan o'shanda. Mourinho qanaqa nishonlagan? Mourinho misol uchun hamma kubokka olganman deb turib, hamma kuboklarning ichida shu ham bo'lishi uchun o'shandan ham xursand bo'ldida. Chunki Romani ham tarixda bo'lmaganligi uchun va Abduqodir hozir xuddi Shomurodov kabi sovrinni nechinchi darajada ekanligiga qarab o'tirmaydi. U eng muhimi u Arsenal bilan o'yinda yutib oldi. Arsenal o'ynab, 90 daqiqa o'ynab. Shuning uchun buni ba'zilarda ko'ryapman ijtimoiy tarmoqlarda jahlim chiqib ketyapti. Abduqodirdan xato qidirib o'tiradigan bir toifa paydo bo'lganda. Ha, meni ham ko'zim tushadi unaqa toifaga. Men misol uchun uni tushunaman. Misol uchun Arsenal muxlislari demak men Abduqodirga muxlislik qilishim kerak, Arsenalga muxlislik qilaman. O'zimni Arsenalim desa, men bu normal holat. Buni ham tanqid qilib tashlash noto'g'ri bo'ladi. Ya'ni u muxlis endi bo'lishi mumkin. Manchester United bilan City o'ynaganda shunaqa deyishdi-ku, Manchester United muxlislari Abduqodir xatosini aytinglar deb turib tinimsiz menga yozib yotishibdi. Hayronman-da. Ha, yutdi United yutdi. Lekin o'sha o'yinda ham Abduqodir eng yaxshi o'ynagan. Yaxshi o'ynagan, ha. O'sha o'yinda biz stadionda tomosha qilgan. Demanglar deyapti. Old Trafforddan ko'rgandik. Nima yaxshi o'ynagan desa. Mana shu hali o'rtani bilib olish kerak edi devorni. Ya'ni muxlislik, ha, jamoasini yaxshi ko'rish, ha. Men unga muxlislik qilmayman. Mayli omad tilayman. Omad tilamagan taqdirda o'zini jamoasining yutug'ini niyat qilishi bo'lakcha. Shu. Lekin Abduqodirdan xato topish va umid qilib o'tirish shu xatoga men sog'lom odam deb o'ylamayman. Endi bunaqa toifa Xayrullo aka yo'q, ko'pda mana boya ham ko'ryapman. Izohlarda o'chirib qo'ydim. Lekin boya men Twitterda ko'rdim Xayrullo aka, ya'ni Abduqodirni o'sha bir nechta o'yindan beri tanqid qilib yurganlar boya tabriklabdi va izohlarida oldingi tweetlariga nisbatan shama qilib yozganlarga unaqa agressiya bilan javob qaytarmasdan, ya'ni o'ziga kelgani bilinibdi. Kam ko'rdim, 3-4 kishini ko'rdim, lekin boya Twitter titkilab, yo'q, o'ynolmayotdi ham deylik. O'ynolmayotganda ham bir vatandoshing Manchester Cityda o'ynayapti. Bo'lmagan narsa-da, hech qachon bo'lmagan narsa. Tasavvur ham qilmayman. Men hatto o'ylayman, Abduqodir o'zi ham uncha hali his qilmaydi. Hali bilmasa kerak qanaqa bo'lib ketganini, voqealar. Mana shu yerda yuribdi, tushyapti, nigoh yosh. Gvardiola ingliz tilisini endi o'zlashtiryapti. Mana shunaqa rosa ko'p to'siqlar bor-da, shu to'siqlarda turib nigohi o'zbek bo'lib qarab turgan bola turibdi-da endi. Va shundan xatoni umid qilish, xato qilarmikin deb turib va misol qiladimi, qilmaydimi, o'sha xatolarni sanab o'tirish normal holat. Men shundan jahlim chiqdi. Ha, u misol uchun bilma, shu odamning miyasini ochib bir tekshirish kerak-da. Endi bu hali nima chiqarkan shu miyada? Xayrullo aka, bu hali faqatgina Abduqodir bo'lmasa ham kerak. Bu Abduqodir bilan hali biz ko'ramiz. Xayrullo aka yozdi Jahon chempionati paytida O'zbekiston. U yerda faqat nafaqat Abduqodir, butun boshli millat, mamlakat o'ynaydi. Portugaliya bilan o'ynaymiz bo'lib ham. O'shanda bunaqa toifaning soni va ko'lamini his qilib olamiz. O'shanda ham Portugaliya Cristiano Ronaldo tushundim men. Ronaldoga muxlis juda katta armiya bor. Ana shu muxlislar armiyasi Portugaliyani g'alaba qozonishini umidvor bo'lib turib o'tirishini ham tabiiy qabul qilsa bo'ladi. Bo'lishi mumkin. Ronaldo Messi bilan qanaqadir hisob kitob qilish kerak oxirgi chempionatda deb turibdi endi. Shu tomonlarni bog'lab boshqa qilib turib, lekin futbolchidan ayb qidirish, keyin jarohat olish. Mana misol men bitta video ko'rdim. Gapiryapti bir ko'rinishdan sog'lom yigit. Abduqodir Husanov xato qilganini aytmaysanmi deb turib chiranib yotdi. Keyin o'zi uyalib qolgandir, menimcha Vinicius tepib ketgan ekan o'tcha. O'sha indamay qo'yaveradi ular. Yo'q, o'zi nima endi xatosini deb chiranishda ichidan chiqayotgan, burqsib chiqayotgan nafaslari qanaqaki? Men u odamni ichini bilmoqchiman-da. Juda qiziq tuyuladi mengaki. Men boya gaplashib ketayotgan paytimizda mayli do'stlarimizdan biri bir futbolchini jarohat olishini aytdi. U qanaqa tushunchadagi yigit bo'lishidan qat'iy nazar futbolchi. Men shuni ham normal qabul qila olmayman.
o'zini jamoasini yutsin deyish boshqa narsa, lekin raqibni bir talantli futbolchisi yetishib chiqayotgan, qaysi Vinicius bo'ladimi, bu tomonda Yamal bo'ladimi, Mbappe bo'ladi, shuni jarohatini kutish o'zi bir noinsoniylik. Men uchun shunaqa deb bilaman. Shu futbolchi bilan yut, qaytanga zavqliroq. Yo'q, bu qo'rquvda. Agar kim shunaqa deyotgan bo'lsa, o'zi darhol unga shu tashxis qo'yiladi. Bo'ldi, sen uni daho futbolchi deb hisoblar ekansan, sinishini xohlayapsan. Bu umuman boshqa elat, boshqa yurt futbolchilari haqida gapirilganda shunaqa eshitiladi quloqqa. Lekin o'zingni Lekin umuman g'alati-da. Lekin xarilikda bu bunaqa toifa bor, lekin boshqa tomondan ham xursand qilishi mumkin. Mana Markaziy sektor sayohat klubimiz bor-ku, bu yerda 20 nafar inson bor. Bularning ichida asosan Real Madrid muxlislari, Liverpool muxlisi, Chelsea muxlislari, Juventus muxlislari bor va ular bir necha yildan beri sayohat qilishadi boshqa, lekin o'sha Real muxlislari hali Santiago Bernabeuda o'yin ko'rmasdan turib Angliyaga kelib Old Trafford yoki Etihadda o'yin ko'rishdi. Yoki men o'zim oladigan bo'lsam Manchester Unitedga simpatiyam bo'lsa-da, lekin o'sha siz aytib o'tgan o'yinni yaxshi o'ynadi dedingiz-ku, Abduqodir Husanov. Derbini Old Traffordda bo'lgan. Bitta o'yinda Fernandeshga o'xshagan futbolchilar, Viniciusga o'xshagan futbolchilar, u nafaqat Husanov bo'lsin, boshqa har qanday dunyoning istalgan top himoyachisi bo'lsin, bitta qochadigan vaziyat qilib bera oladi. Agar o'sha derbidagi xatosini aytishadigan bo'lsa, Fernandesh aqlli o'ynadi, Mbuymo qochib ketdi va o'shanda gol bo'ldi. Lekin o'sha o'yinda ancha hujumlarni bartaraf qilgan va yaxshi o'ynagan City tarkibida bu Husanov edi. Buni ham tan olish kerak. Eng qizig'i Gehi. Valverde qilgan ish, Gehining ustidan qilgan ish. Agar Xudo saqlasin Abduqodir shunaqa xatoga yo'l qo'ysa, shunaqa holatga tushib qolsa, xato ham emas, u Valverdening mahorati-da, u ana uni daholigida. Shunaqa o'tib ketib qoladigan bo'lsa, nima derkin shu odamlar deyman-da. Futbolda himoyada turganda boshqada oldin uncha e'tibor bermasdim, hozir men izohlarda ko'payib ketdi-da. Ko'payib ketganda smayliklar qo'yadimi, ya'ni kulgilarni, kulgili bo'lmagan narsaga ham 8 ta kulgini qo'yib turib, xato qildi-yu, qalay bo'ldi deb, bilmayman, hayotdagi o'ta omadsiz odamlarmi deyman-da, hali chirkin, tushun bo'lmaydigan. Men inglizlarni qabul qila olmayotganligini tushunganday bo'ldi. Ya'ni bitta Husanov emas, boshqalar bilan ham shunaqa, ya'ni bizani odamlar balki o'zgarar, balki keyinchalik fikri o'zgarar, lekin men shuni his qildim. Ya, misol uchun Arsen Wengerlar ham Arsen Wenger ham o'shani aytmoqchidim. Ko'pchilik e'tirof etyapti, boshqa e'tirof etdi. Joyiga tushiradi va men hattoki inglizlarning o'sha gaplarida ham bir g'arazam deb o'ylamayman, ishonchsizlik deyman. Misol chunki baribir endigina O'zbekistondan bir futbolchi chiqib turibdi deb bilgan. Shunaqa o'ylashga qisman haqqi bor. Gap Abduqodirda emas, o'zi umuman bir joydan kelib qoldi. Bitta futbolchi yursa o'sha vatani nomidan-da, Jorj Veyga o'xshagan boshqa, baribir shu bola bar tortmaydi degan narsa turadi kimdadir. Mana Lewandowskining o'zining mashhur gapi bor. Men eng alam qiladigan narsa polyaklarni xarakterini tanqid qilishgani yoqmasdi deydi va bu haqli edi, to'g'ri edi. Yevropaning ichida birdan taslim bo'ladigan, kurashmaydigan xalq deb bilishar ekanda. Ungacha shunaqa bo'lganda. Lekin u terma jamoada ham shunaqa o'zi. Lekin terma jamoada yonidagilar shunaqa bo'lgandan keyin nima qilsin? Hamma Lewandowski emas u. Va kelib turib men shu narsani o'zgartirganligim uchun ham men xursandman degan. Ya'ni o'zini tanqid qila olish ham bor. Levada bo'lgan bu narsa va butun bir nargi Yevropani polyak xalqiga bo'lgan munosabatini tabiiy qabul qilyapti. Chunki yo'qda o Zdenek Zeminlarda oralida Polshadan deyarli futbolchi chiqmagan. Bo'lgan 80-yillarda Polsha terma jamoasi yaxshi bo'lgan. Bu 20 yil, 30 yil o'tib ketgandan keyin bu yerda nimadir bor bo'ladi-da. Ular-ku Polsha Yevropadagi mamlakat, bilishadi yondagisi. Biz umuman tanimaydigan bir yurtdan bir yigit kelib yugurib yuribdi. Unga boshidagi ishonchsizlik, keyin o'sha xatolarni eslataverish, men juda ham bir g'arazdan, uni ko'ra olmaslikdan emas deb o'ylayman. O'zi shunaqa bo'ladi. Shunaqa bo'ladi endi kelganligi uchun. Misol hozir Abbos bilan Eldor ikkalasi bitta jamoada o'ynayapti, ikkita o'zbek o'ynayapti. Menimcha umuman o'zbeklarga til tekiz olmayotgan bo'lsa kerak. Shunaqa. Ikkita-da, endi ikkita qaytanga o'sha kuchli quvvat bo'ladi. Yo'q, qaytanga bekorga emas, bekorga ikkitasi yurmayapti bu. Shunaqa Eldor shu turk jurnalistlari, mutaxassislari ham
Galatasaray bilan Fenerbahcheni ko'p tanqid qilishyapti. Nimaga buncha qimmatga boshqa o'yinchilarga ko'z tikyapsizlar, shunaqa Eldorda ham mahorat turganda deb. Men o'ylayman bu narsa ham Abduqodir, mana Eldor keyin sekin-sekin yaxshi bo'ladi. Ya'ni o'shanaqa toifa bo'lganiga yarasha bu tomonni ham aytib o'tish kerak. Misol uchun biz mana Rimga borib o'yin ko'ryapmiz. Bu Eldor deb. Biz hech qachon Romani qo'llab-quvvatlash uchun yoki bir Italiya futbolidagi qanaqadir derbini ko'rish uchun bormaganmiz. Eldor o'yin uchun bordik, Eldorni ko'rish uchun bordik. Angliyaga ham mana misol uchun deyarli 6 oydan beri har oy kelyapmiz. Aprelda ham safarimiz bor, mayda ham yana safarimiz bor. Reja qilganmiz. Hammasi Abduqodir uchun, to'g'ri? Abduqodir bizga qaysi tomondan manfaati yo'q, lekin biz mana shu yerda mana shunday Uchrashmadik ham. bugun uchrashmadik masalan. Har safar bermasdik uchun. chunki bu yana o'sha haterlar yozishi mumkin, tinch qo'yiladi. Yana o'shalar yozishi U mumkin. haterlarga bemalol javob beradi. Yutdidir. Yutdi. Yutdi xalaqit berib mana shunaqa gaplar. Endi Toshkentga qaytadi yaqinda. FIFA kunlari boshlandi. Mana bugundan Toshkentda Abduqodirni ham farzandli bo'lgani bilan mana ekran orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali va bugungi sovrini bilan tabriklaymiz va bundan keyin ham imkon qadar mana shu muxlislar bilan birgalikda uning o'yinlarini stadionda imkon qadar final bo'ladimi, derbi bo'ladimi, oddiy o'yin bo'ladimi, kelib qo'llab-quvvatlashga harakat qilamiz. Qolgan futbolchilarimiz Turkiyada osonroq, misol uchun Eldor bilan Abbos o'yiniga borish, yana futbolchilarimiz chiqsin, Yevropaga o'tsin, biz tayyormiz, qo'ldan kelgancha ularni stadiondan qo'llab-quvvatlaymiz. Va Abduqodirni yana bir bor bugungi chempionlik bilan tabriklaymiz va ko'rsatuv yakunida aytib o'taman, bizning bosh homiyimiz Davr Bank, davrmobile.20 ilovasi orqali siz 3,5 million so'mgacha o'tkazmalarni foizsiz amalga oshirishingiz mumkin hamda bank hamkorlari taqdim etayotgan avtomobillarni 60 oygacha hech qanday foiz va peniyalarsiz amalga oshirishingiz mumkin. Bundan tashqari, xayrli safarda ko'p bo'ladi. Bizdan xususan aeroportdan boshlanadi, ya'ni endi O'zbekistondan o'tyapti mana 1-apreldan sekin naqd pulsiz amaliyotlarni qo'llash jarayoniga o'tyapti. Bu Yevropada, boshqa davlatlarda ancha oldin o'tib bo'lgan. Va mana shu paytda bizga eng asosiy narsa bu viza karta kerak bo'ladi. O'sha aeroportdan boshlab oddiy suv sotib olishga ham, keyin Yevropada, xususan mana stadionda ham bugun biz choymi, kofemi, har qanaqa xaridni viza karta orqali amalga oshiryapmiz va bu borada sizga Davr Bank taklif qilayotgan o'sha Infinity, Mastercard, Elite kartlarini ham taklif etamiz. Albatta sayohatga chiqishdan oldin bu kartalarni ochib qo'ysangiz, bu sizga juda katta yordam beradi. Aynan Davr Bank bo'lmasligi mumkin, lekin biz o'sha hamkorimiz sifatida buni taklif etyapmiz. Xayrli aka, rahmat. Qolgan top 5 haqida endi bugun Toshkentda Orif aka, Bobur aka, Muhammad Ali, Davron aka, Farruh aka ular gaplashishadi. Omad ularga. Bizga o'xshagan chiroyli dastur qilishsin. Salomat bo'ling. Bu Eshmat uning ikki orzusi bor edi. Birinchisi O'zbekiston terma jamoasining jahon chempionatiga chiqishi. Lekin treker minish hali ham uning armoni. Bu armonni esa Davr Bank amalga oshirishi mumkin. Endilikda Davr Bank orqali Onyx, Tracker, Damas va Labo avtomobillarni foizsiz va peniyasiz 60 oygacha bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Hoziroq 1284 raqamiga qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumot oling. Davr Bank, vaqt bilan sinalgan ishonch.